Salom barchaga. Bugun sizlar bilan rukavichi parashyogimizni qanday tayyorlab iste'mol qilishni o'rganamiz. Demak, tayyorlashdan oldin bu parashyogimiz haqida ozgina ma'lumot beramiz. 27 xil giyohdan tayyorlangan, juda ham ajoyib mahsulot, xushtam ta'mli. Birinchi o'rinda ayollarimiz uchun ajoyib kollagen. Bundan tashqari zo'r ozdira beradi. Sochlarimizni mustahkamlaydi. Ilik qurishlarda ham ajoyib natija beradi. Buni bemalol ovqatlanishdan oldin ovqat o'rniga ham bemalol iste'mol qilib olsak bo'ladi. Parashyogimiz iliqdan issiqroq suvni olamiz. Bir qoshiq rukavichi parashyogimizni olamiz va suvga solamiz. Sekin-astalik bilan buni aralashtirishni boshlaymiz. Shunaqangi ajoyib mahsulot bemalol iste'molsiz bo'ladi. Shunaqangi zo'r ozdira beradi. Ayollarimiz chiroyli, bezarar, go'zal holatda ozishni xohlasangiz, bemalol bu mahsulotimizni iste'mol qilsangiz bo'ladi. Qo'shimcha ravishda spirulina tabletkamiz, vita ko'piylarimizni ham bemalol iste'mol qilishingiz mumkin. Juda ham ajoyib foyda beradi. Demak, iliqdan issiqroq suvga tayyorlab oldik va buni iste'mol qilamiz. Bismillah. Juda ham ajoyib. Barchangizga tavsiya qilaman. Ajoyib mahsulot.